tushda qafas ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushda qafasi borligini ko'rsa, biror joyda qo'lga tushishiga dalildir. Ba'zi ta'birchilarning aytishlaricha, uning qarindoshlaridan biri bilan qamoqqa solishlariga dalildir. Agar qafasi sinib qolganini yoki yo'q bo'lib qolganini ko'rsa, qamoqdan qutulishiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi qafas 3 narsaga dalildir: qamoqqa, tor joyga, saroyga. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.